Avstriyaga ketish uchun siz qanday jarayonlardan o'tishingiz kerak? O'zbekistonda turib vizaga topshirish olmaydi. Faqatgina Moskva elchixonasi orqali vizaga topshirishlar. Rossiyaga borish kerak bo'ladi. Albatta, BX sertifikati bilan ketib universitetda boshlash yaxshi narsa. Undan keyin 3 milliondan ishga kiraman. 6-7 yilda nolga chiqaman xolos O'zbekistonda. O'zi amaliyot qilayotgan joyda ishchi bo'lib qolib ketdi. 4 mingdan ko'proq daromad ko'ryapti. U yoqda siz ham o'zingizni qoplaysiz, ham bitirgandan keyin minimum 3,5 ming oylik. 18 yoshda maktab bitirsa, bola 4 yil Avstriyada 5 yil o'qigan deydi, 23 yoshda u ta hayotga kirib bo'lgan bo'lar ekan. Avstriyada qo'sh tirnoq ichidagi biz o'zbeklar hisoblashni yaxshi ko'ramiz. 10 euro 10 soat o'rgizsa, ko'paytirsak 1000 eurodan ko'proq topar ekanman. AIK sertifikati aslini olganda u darajada qiyin sertifikat emas. Bakalavrlar uchun 180 kredit soat ajratilgan, magistraturada 120 kredit soat. Qachon siz bir hafta, 2 haftada ish topib ketish oson emas. Ana o'sha 4 mingdan ko'proq daromad ko'ryapti. Assalomu alaykum barchaga. Demak, barcha kutgan video tayyor. Bugungi videoda sizlar bilan dunyoning top 100 taliga kirgan Vena universitetida qanday qilib grant asosida o'qish mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz va bugungi suhbatdoshimiz Akmalxon ustozimiz. Bu kishi Vena universitetini bitirganlar va hozirda Vena o'quv markazi rahbari sifatida ish faoliyatini olib boradilar. Marhamat ustoz, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Akmalxon. Hozirgi kunda Namangandagi Vena o'quv markazining rahbariman va men Avstriyaning Vena universitetida o'qishimni yakunlaganman politika sohasida. Hozirda o'quvchilarni Germaniya hamda Avstriyada o'qishga ketishlariga qo'ldan kelgancha yordam berib kelmoqdaman. Xo'p, demak do'stlar, bugungi videomizni 3 qismga bo'lganmiz. Birinchi qism bu Avstriyaga ketish uchun siz qanday jarayonlardan o'tishingiz kerak va sizdan nimalar talab qilinadi. Shu narsani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qismda siz Avstriyada o'qish orqali nimalarga erishishingiz mumkin. Studentlik hayoti, misol uchun O'zbekiston va Avstriyaning farqlari. Shunga o'xshash mavzularni ko'rib chiqamiz. Uchinchi qismda esa Avstriya universitetlarini bitirganingizdan so'ng siz nimalarga erishasiz? Sizni qanday kelajak kutmoqda? Shular haqida batafsil qadama-qadam gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, tayyor bo'lsalar, biz birinchi qismni boshlaymiz. Akmalxon ustoz, siz ko'plab videolarda aytib o'tasiz, Avstriyaga ketish uchun AIK sertifikati yetarli. Va nemis tilida AIK sertifikatini olish uchun o'rtacha 4-5 oy vaqt yetarli bo'ladi. Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, AIK sertifikati aslini olganda u darajada qiyin sertifikat emas olish uchun. Bu deyarli boshlang'ich degandek narsa. AIK sertifikatiga normal holatda Toshkentda yoki Namangandagi kurslarda 4 oy yoki 5 oy atrofida tayyorgarlik qilyapsiz va siz GYOTA yoki OSCE sertifikatlariga topshirishingiz mumkin. Bu sertifikatlar xalqaro sertifikatlar bo'lganligi uchun Germaniyada ham, Avstriyada ham qabul qilinadi. Demak, hozir men bitta asosiy savol bilan ustozga murojaat qilmoqchiman. Akmalxon ustoz, nima uchun biz dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi Amerika yoki Koreya yoki Yaponiya yoki Buyuk Britaniya emas, Avstriya universitetlarini tanlashimiz kerak? Buni bizga qanday ustunlik tomonlari bor? Shu haqida aytib o'tsangiz. Juda ham ajoyib savol bo'ldi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari deganingizda siz bir narsani esingizdan chiqarmasligingiz kerak. Agar siz internetga kirib, Google'ga kirib, davlatlar, eng rivojlangan davlatlarni ro'yxatini so'rasangiz yoki ChatGPTdan eng rivojlangan davlat qaysi deb so'raydigan bo'lsangiz, aniq bilaman 10 talikning ichida Avstriya bo'ladi. Misol uchun Vena shahri. Vena shahri 2016-yildan beri dunyoda yashash uchun eng yaxshi shahar hisoblanadi. Bir marta oraliqda 2-o'ringa tushib qoldi, lekin yana hozirda Vena shahri yashash uchun dunyoda eng zo'r shahar hisoblanadi. Bu har qanaqa tizimdan, tinchlik tomonidan, topayotgan daromadingiz, boshqa har qanaqa sohalarni hisobga olgan holatda Vena shahri yashash uchun o'ta qulay. Endi nima uchun Venada o'qish kerak degan joyda bor. Venada o'qish sizga juda ko'p narsa beradi, bu narsa boshqa davlatlarnikiga qaraganda ancha oson. Misol siz Amerika yoki Angliyada o'qimoqchi bo'lsangiz, normal holatda bakalavr o'qimoqchi bo'lsangiz, siz ingliz tilidan kamida 6-7 IELTS olgan bo'lishingiz kerak. Va bundan tashqari sizga Amerika yoki Angliyaga ketish uchun 15-20 ming dollarlab pul ketadi. Sababi u yerda kontrakt miqdori o'ta yuqori. Bu narsa hozir O'zbekistondagi o'quvchilar uchun ancha summa hisoblanadi. Endi to'g'ri, kimlardir
qurbi yetishi mumkin, lekin aksariyat O'zbekiston aholisi uchun 10-15 ming dollar pul o'ta katta. Lekin bu narsa hozir Avstriyada ancha yengil. Avstriyada siz normal holatda o'qishga ketish uchun hozirgi kunda o'quvchilar o'rtacha 3 ming dollar pul sarflashyapti. Ketgungacha o'sha pul yetadi. Ketgunga yo'q, bu to'liq holatda. Men 3 ming dollar deyotganimda siz bilet narxlaringizni ham qo'shib aytyapman. Bu zo'r. Uchun bo'lsa zo'r. Endi yana bitta plyus tomoni, sizdan Germaniyaga yoki boshqa davlatga ketish uchun normal holatda B1, B2 sertifikat talab qilinadi. Lekin siz Avstriyada bakalavr o'qimoqchi bo'lsangiz, siz shunchaki nemis tilidan A2 sertifikatini olishingiz o'zi yetarli. Buning uchun o'sha aytganimizdek 4 yoki 5 oy vaqt ketadi xolos. Tushunarli. Blokshot masalasiga kelsak, nemis zabon mamlakatlarda bilamiz, misol uchun Germaniyada ham o'qishga ketish uchun blokshot qo'yiladi. Avstriyada shu tomoni bormi? Shunaqa, Germaniyada agar siz bakalavr yoki magistratura o'qimoqchi bo'lsangiz, siz blokshot qilishingiz kerak. So'mda hisoblaganda siz taxminan 180 million so'm atrofida Germaniyada bankda hisob raqami ochasiz va u yerga pulingizni qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shu tomondan ham Avstriya qulayroq. Chunki Avstriyada bugungi kunda hech qanaqa blokshot talab qilinmaydi. To'g'ri, Avstriyada ham so'raydi. Sizni kartangizda pul bor yoki yo'qligini so'raydi xolos. Buni bir kunga O'zbekistonga shunchaki bankka pul qo'yish orqali hal qilsangiz ham bo'laveradi. To'g'ri. Tushunarli. Xo'p, demak, sertifikat masalasini hal qildik. Aytaylik 4-5 oy o'qib, o'quvchilar tayyorlansa, yana nimalar kerak bo'ladi Avstriyaga universitetlarga hujjat topshirish uchun? Avstriyaga universitetlarga hujjat topshirish uchun o'zi aslini olgan sizga A2 sertifikati talab qilinadi. Undan tashqari maktab shahodatnomasi. Agar maktabni bitirgan bo'lsangiz shahodatnoma yoki kollej bitirgan bo'lsangiz diplom kerak bo'ladi xolos. Mana shu ikkalasi kerak. Endi siz ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa qabul vaqti. Avstriyada odatda ikkita qabul payti bo'ladi. Yozgi hamda qishki. Qishki qabul normal holatda noyabr oyida boshlanib, yanvarning o'rtalarida tugaydi. Yozgi qabul esa 1-martda boshlanib, iyul oxirlariga tugaydi. Mana shu muddat ichida siz A2 sertifikati bilan diplomingizni topshirsangiz, universitetga 99% holatda qabul qilinasiz. Demak, biz universitetga hujjat onlayn topshiramiz va topshirish uchun bizdan nemis tilidagi sertifikat, kamida A2 va maktab shahodatnomasi yoki kollej diplomi yetarli bo'ladi. Yetarli bo'ladi. Xo'p, undan keyingi jarayonlar qanaqa kechadi? Universitetga hujjat topshirdik. Universitetga hujjat topshirganingizdan so'ng siz 1 oy ichida qabul bo'lganligingizni tasdiqnomasini olasiz, 5 oyt qabul qilib olasiz. Qabul bo'lganingizdan so'ng siz universitetda yotoqxonasi yo'qligi sababli siz Avstriyadan yotoqxona topishingiz kerak bo'ladi. Avstriyada yotoqxonalar juda ham ko'p, ularga ham onlayn tarzda ariza topshirasiz. Yotoqxonaga qabul qilganingizdan so'ng undan keyin vizaning boshqa jarayonlari davom etib ketaveradi. Tushunarli. Endi u yerdagi yotoqxonalar, misol uchun men O'zbekistonda o'qiganim uchun bilaman, xonalar asosan 4 kishilik yoki 6 kishilik bo'ladi va bitta xonada hamma narsa sig'ish kerak. Shkaf, divan, stol, hamma. Avstriyada ham sharoitlar shunaqami? Yo'q, Avstriyadagi yotoqxonalar ancha erkin sharoitda. Avstriyada eng ko'pi bilan bitta xonada 2 kishi yashaydi. Siz uni tanlash huquqiga ham egasiz. Yotoqxonalar xususiy bo'lganligini ham hisobiga ular iloji boricha ko'proq narsa qilishga harakat qiladi. Sizga ko'proq imkoniyat berishga harakat qiladi, sababi raqobat kuchli yotoqxonalar orasida ham. Har xil yotoqxonalarni taklif qiluvchi kompaniyalar bor. Ular qancha narxni arzonlatsa yoki qancha imkoniyatni ko'proq qilib bersa, shu darajada ko'proq talabalar soni ko'payadi. O'shaning uchun 1 kishilik xona yoki maksimum holatda 2 kishilik xonalar bo'ladi. Har bir xonalarda o'ziga dush, hojatxona, oshxonalari ichida bo'ladi. Dars qilish uchun sharoitlar. Hamma sharoitlarni qilib berishadi. Zo'r. Demak, raqobat bo'lgani uchun bu sohada ham albatta kundan kunga rivojlanish bo'ladi. Bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, demak, yotoqxona topdik. Demak, bizda keyingi etap qanaqa bo'ladi? Yotoqxona topganingizdan so'ng endi siz vizaga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Siz onlayn holatda vizadan o'chirib olishingiz kerak. Lekin bugungi kunda o'zbekistonlik talabalar O'zbekistonda turib vizaga topshirisha olmaydi. Sababi O'zbekistonda hozirgi kunda elchixona yo'q. O'zbekistonlik talabalar faqatgina Moskva elchixonasi orqali o'qishga topshirishlari mumkin, ya'ni vizaga topshirishlari mumkin. Rossiyaga borish kerak bo'ladi. Bu ham aslini olganda unaqa darajada qiyin narsa emas. Chunki siz asli Avstriyaga ketmoqchi bo'lsangiz, Moskvaga borish siz uchun muammo bo'lmasligi kerak.
Moskvaga borasiz, u yerda hujjatlaringizni topshirasiz, barcha hujjatlaringizni o'qishga qabul qilinganligingiz, diplomingiz, sudlamaganlik, mana shunga o'xshagan hujjatlaringizni topshirasiz va barmoq izlaringizni topshirib kelasiz. U yerda hech qanaqa siz bilan suhbat yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Elchixonaga hujjat topshirib qaytaman. Shunchaki hujjatni topshirasiz, qaytib kelaverasiz bemalol. Hujjatni ko'rib chiqish muddati Avstriya qonunlariga ko'ra 3 oy. Lekin shunaqa 3 oy maksimum holatda, lekin ko'pchilik talabalar bugungi kunda 19-30 kun oralig'ida vizalarni olishyapti. Qanaqa holatlarda 3 oyga cho'zilishi mumkin? Agar siz hujjatingizni boshida to'liq qilib bermagan bo'lsangiz, u holatda 3 oyga yetib borishi mumkin. Tushunarli, zo'r. Xo'p. Keyin javob onlayn keladimi menga? Emailingizga xat yuborishadi. Siz vizangiz chiqdi yoki chiqmadi deb. Endi hozirgacha chiqmadi degan xabar bo'lmadi. Men o'zim hujjatlarimni to'g'rilab bergan o'quvchilarimni oladigan bo'lsak, hozirgacha barcha o'quvchilarimiz vizalarini oldi. Oraliq o'sha aytganimdek 19, 30, 35 kun atrofida bo'lyapti. Hammasi vizasini qabul qilganligini, vizasi pozitiv javob bo'lganligini bilgandan so'ng endi nima qilasiz? Siz yana Moskvaga borishingiz kerak emas. Endi Toshkentda Avstriya konsulsiyasi bor. Bu konsulsiyaga siz pasportingizni topshirasiz. Konsulsiyadagilarning o'zlari sizni vizangizni urdirib, pasportingizni qaytib olib kelib berishadi. Zo'r. Demak, Rossiyaga yana qaytib borishadi. Yo'q, Rossiyaga bir marta borsangiz yetarli. Tushunarli, zo'r. Demak, vizam chiqadi, shundan keyin bilet olib bemalol Avstriyaga chiqib bo'ladi. Endi bilet narxlari har xil bo'lishi mumkin. Odatda talabalar 300-400 dollar atrofida biletlar topa olishyapti. Tushunarli, zo'r. Xo'p. Demak, tushunishim bo'yicha bitta qaytarib olaylik, men yozib olganman. Birinchi men nemis tili o'qish sertifikat oldim. Undan keyin diplom attestatimni tayyorlatdim. Shundan so'ng onlayn hujjat topshirdim Avstriya universitetlariga. Universitetdan qabul javobi kelgandan keyin yotoqxona topaman. Yotoqxona topganimdan keyin Rossiyaga hujjatlarimni topshirib kelaman. Albatta. Shundan so'ng menga javob keladi. O'zbekiston konsulsiyasidan hop pasportga viza urdirib kelaman. Shundan keyin bilet olsam bo'ladi. Shu 8 ta jarayondan o'tish kerak. Zo'r. Menga yoqdi. Juda ham ko'pchilikka chetga topshirish qiyin, murakkabday tuyular ekan, lekin aslida eplasa bo'ladigan narsa. Endi aslini olganda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Birinchi marta topshirayotgan, bu narsada tajribasi bo'lmagan insonlarga boshida jicha qiyinroq tuyulishi mumkin, lekin eplasa bo'lmaydigan narsa emas. Harakat qilsangiz, o'zingiz izlansangiz, hujjatlarni qanday tayyorlash kerakligini barchasini o'rganib, osongina muammolaringizni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu aslini olganda boshqa davlatlarnikiga qaraganda ancha yengilroq. Faqatgina yagona narsa endi bu yerda rol o'ynayotgan elchixonani O'zbekistonda emas, Moskvada ekanligi. Tushunarli, zo'r. Demak, hozirgacha jarayonlarni hammasi o'rganib chiqdik. Endi asosiy joyi shu paytgacha qancha rasxod ketadi, ketguncha bo'lgan. Shu narsani ko'rib chiqsak bo'ladi. Hozirda rasxodlar qancha bo'lishi mumkin? Rasxodlar taxminan 20-30 million atrofida bo'ladi. Hujjatlaringizni tayyorlashingiz kerak. Hujjatlaringizni endi perevodi bor, tarjima qildirishingiz, bu narsalarga o'rtacha 5 million atrofida pul ketadi baribir. Bu faqat Avstriyaga emas, qaysi davlatga topshirsangiz ham hujjatlaringiz tarjima, boshqa ishlarga 5 million atrofida pul ketadi. Ana endi yotoqxona topgan masalasiga keladigan bo'lsak, Avstriyada yotoqxonalarga siz oldindan 2 oylik depozit to'lovini qilishingiz kerak bo'ladi. Oldindan 2 oylik depozit to'lovi taxminan 700-800 dollar atrofida bo'ladi. Bu narsa faqat Avstriyada emas, даже Germaniyaga ketmoqchi bo'lsangiz ham depozit to'lovini qilishingiz kerak. Chunki ular depozit to'lovini olish orqali ular ham o'zining strafovkasini oladi. Sababi siz ertaga yotoqxonaga bormay qolishingiz yoki yotoqxonaga borib chiqib ketib qolishingiz, shunday holatlar bo'lganligini ham hisobiga ular depozit to'lovini oldindan olishadi. Depozitni to'laysiz, undan keyin Moskvaga borib kelish rasxod. Shuning hisobiga ham narxlar 20-30 million atrofida. Biletlarni qanchaga olishingiz, shu narsalarga bog'liq. Demak, mendan maksimum aytaylik 3000 euro deylik, qanaqadir. Yo'q, 3000 euroga bormaydi. 3000 euro deganimiz hozir 40 millionga yetib qolyapti. Demak, 3000 euro ketsa maksimum 30 million rasxod qilishingiz mumkin. Tushunarli, zo'r. Xo'p. Tushunarli, demak, biletni oldik, Avstriyaga uchdik.
Endi menimcha videoni ikkinchi qismiga o'tsak bo'ladi. Ya'ni Avstriyada o'qish. Xo'p, va nihoyat tasavvur qilaylik, samolyotdan tushdik. Samolyotdan tushgandan keyin universitetga borib yotoqxonaga joylashaman, bilishim bo'yicha. Xo'p, undan keyin o'qishni boshlaymanmi? Nimalar qilishim kerakman? Promoy o'qishni boshlamaysiz albatta. Universitetga yozdirganingizdan so'ng Avstriyada ham qilinadigan hujjatlar mavjud. Siz universitetga borib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar siz B2 daraja bilan ketgan bo'lsangiz, nemis tilidan B2 olib ketgan bo'lsangiz, siz universitetga yozdirasiz-da, universitetda 1-oktyabrdan boshlab o'qishingizni boshlayverasiz. Lekin siz B2 bilan emas, A2 bilan ketgan bo'lsangiz yoki B1 sertifikat bilan ketgan bo'lsangiz, sizni universitet promoy universitetda o'qishingizga qo'yib bermaydi. Sababi universitetda darslar to'liq holatda nemis tilida, xoh to'yishda gapiradi. Bu o'ta adabiy bo'lganligini ham hisobiga siz tushunishda qiynalasiz. Shu sababdan ular sizni nemis tili kursiga yozadi. Nemis tili kursiga yozadi va sizga 2 yil muddat beradi. Mana shu 2 yil ichida siz B2 yoki C1 sertifikatlarini olishingiz kerak. Bu kurs ham universitet ichida bo'ladi? Albatta. Yo'q, bu kurs endi universitetni qaysidir kampusda yoki universitetga qarashli bo'lgan qaysidir til kurslarida bo'lishi mumkin. Endi lekin student vizasi bilan ketgan bo'lasiz. Barcha narsangiz hamma joyda student sifatida qabul qilinadi. Zo'r. 2 yil muddat beradi dedingiz, adashmasam. 2 yil muddat beradi. Undan tashqari siz Avstriyaga yetib borganingizdan so'ng, demak, yo til kursiga yozdirasiz, yo universitetda qabul bo'lgandan so'ng propiskangizni olib, ID kartaga topshirasiz. ID kartani normal holatda Avstriyada 1 hafta ichida tayyorlab berishadi. ID karta sizga 1 yillik bo'ladi va bu har yili cho'zilishi kerak. Menimcha bu til kursi ham zo'r narsa, sababi B2 yoki C1 olish uchun O'zbekiston sharoitida ham 1 yil yetadi, lekin Avstriyada yurib 24 soat nemislar bilan yurasiz, ko'chada ham nemislar, uyda ham nemislar, hammasi nemislar. Menimcha bu jarayon juda ham oson kechadi va ko'pchilik chetga borganda birdaniga universitet darslari boshlanadi, hamma narsa culture shock, ya'ni nima deydi o'zbek tilida? Madaniy shokka olib kelishi mumkin. Bu narsa menimcha osonroq kechadi. Endi men o'zim shaxsan nimani maslahat beraman? Albatta B2 sertifikati bilan ketib universitetda boshlash yaxshi narsa. Lekin birinchi o'rinda men shaxsan tavsiya beramanki, siz universitetda boshlashdan oldin til kursida boshlashingiz kerak. Hattoki B2 darajada bo'lsangiz ham. Sababi O'zbekistondagi nemis tili bilan Avstriyadagi nemis tili bir-biridan farq qiladi. Universitetga borsangiz qiynalasiz tushunishga. Agar siz Avstriyada til kursiga yozdirib qo'ysangiz, siz davlatga moslashishingiz ancha osonlashadi. Ancha yengil bo'ladi. Bu oralig'ida siz o'zingizning muammolaringizni bemalol hal qilib olishingiz mumkin. Universitetdagi bosimlardan ham qutulib olasiz. Zo'r. Demak, biz til kursini ham tugatdik. Asosiy joyi endi u yerda til kursi, yashash, shunga o'xshagan xarajatlar ham bo'lar ekan. Shunaqa. Ishlasam ham bo'ladimi universitetda? Albatta ishlasangiz bo'ladi. Avstriya qonunlariga ko'ra 20 soatgacha ishlash mumkin talabalarga. 20 soatgacha ishlash nima uchun qo'yib qo'yilgan? Sababi 20 soat sizni butun rasxodlaringizni qoplashga o'qishingizdan qolib ketmaslikka yordam beradi. Misol, kimdir borib 30 soat ishlashga harakat qilishi mumkin. Bu holatda insonda charchoq, boshqa narsalar bo'lganligini hisobiga o'qish qolib ketadi. 20 soatdan kam ishlasangiz, rasxodlaringizga yetarli summa topa olmasligingiz mumkin. Avstriyada oyliklar juda ham yaxshi. Germaniyaniki bilan bir xil. Ko'p bo'lmasa agar bir xil. Soatingizga 13-14 yevro to'lanadi o'rtacha ishingizga qarab. O'sha miyada hisob-kitob ketdi. Biz o'zimizlar hisoblashni yaxshi ko'ramiz. 14 yevro, 10 soati 140, 20 soati 280, to'g'ri ko'paytirsak 1000 yevrodan ko'proq topar ekanman. Bu yetadi menimcha. Yo'q, endi rasxodlaringiz ham tabiiyki bor. Endi hamma insonning yashash sharoiti har xil, hamma insonning yotoqxona summalari har xil, lekin bu 20 soat sizni bemalol qoplashga yetadi. Kimlardir 20 soatdan ancha-muncha pul ortib qolishi ham mumkin. Xullas, uydagilardan pul so'rash shart emas O'zbekistonda. Bemalol o'zingiz eplay olasiz. Endi tabiiyki Avstriyaga borishingiz bilan bir hafta, 2 haftada ish topib ketish oson emas. Siz oldin ID karta olishingiz kerak, undan so'ng ish qidirishingiz kerak. Bu narsa 1-2 oy davom etadi. 1-2 oy ish qidirishingizga to'g'ri keladi. Moslashib olguningizgacha, tilni yaxshi o'rganguningizgacha. Lekin o'rganib olganingizdan so'ng, ishni boshlaganingizdan so'ng bu 20 soat siz uchun
bemalol rasxodlaringizni qoplab beradi. Tushunarli. Endi studentlar asosan u yerda qanaqa ishlarda ishlashadi? Studentlar har xil ishlarda ishlaydi. Endi men o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, birinchi borganimda turistlarni olib yuradigan mashina haydaganman boshida. Turistlarni olib yuradigan Avstriyaning sentr joyida ishlaganman. U narsani ko'p qilmaganman. Aytdiki, 1 oycha ishlaganman xolos. 1 oydan keyin undan chiqib ketib, restoran McDonald'sga ishga kirganman. McDonald'sda kuxnyada ishlaganman. McDonald'sda kuxnyada asosan talabalar bo'ladi. Chunki McDonald'sdagi ishlar u yerda hech qanaqa tajriba talab qilmaydi. Tajribangiz bo'lmasa ham ishga kirishingiz oson. Kuxnyalarda ishlamoqchi bo'lganlardan asosan nemis tiliga bilim ham talab qilinmaydi. Lekin til biladigan talabalar nima qilishadi? Til biladigan talabalar tilni zo'r bilsa, agar ingliz tili yoki nemis tilini ikkalasini ham zo'r bilsa, ular asosan ofitsiantlik yo bo'lmasa magazinlarda ishlashadi. Chunki bu ishlar sizga ancha daromad keltiradi. McDonald'sda ishlagan talaba 13-14 euro oylik oladi. Restoranda ofitsiant bo'lib ishlagan talaba ham 13-14 euro oylik oladi. Lekin Avstriyada tips degan narsa bor. Tips, ya'ni biz o'zbek tilida chivi deymiz. Choychaqa puli. Normal holatda bir kunda choychaqa pulidan talaba 50-60 euro ham ishlab qo'yaveradi. Bu degani siz 10 kun ishga chiqsangiz 500 euro ortiqcha pul topib qo'yapsiz. Aslida zo'r narsa. Mana shu 500 euro sizni yotoqxonangizni, yeb ichish rasxodlaringizni bemalol qoplaydi. Bu degani boshqa topayotgan summalaringiz o'zingiz cho'ntagingizga qoladi degani. Tushunarli javob. Xo'p. Endi ish masalasi hal bo'ldi, pul muammosi hal deylik. Endi universitetda o'qish. Aytaylik, til kursidan o'tib oldik, universitetga qabul qilindik. O'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha darslar boshlandi. Darslar qanaqa bo'ladi? Misol uchun, qanaqa darajadagi ustozlar o'tishadi? Aytaylik, u yoqda kursdoshlarim kimlar bo'ladi? Qanaqa odamlar bilan o'qiyman? Shular haqida o'zingizga ma'lumot bersangiz. Avstriyada darslar juda ham qiziqarli. Sababi siz faqat o'zbekistonliklar emas u yerda. U yerda butun dunyodan kelgan insonlar guruhlarga bo'linadi, kredit tizim tarzida olib boriladi. Sizda aynan kursdosh degan narsa yo'q. U yerda kredit tizimi bo'lganligi uchun sizni faningiz to'g'ri kelib qolganlar bilan ana o'sha darsda birga o'tiraverasiz. Darslar o'ta qiziqarli va professorlar tomonidan olib boriladi. Misol Vena universitetini oladigan bo'lsak, Vena universiteti Avstriyadagi nomer 1 universitet. Kuchli, dunyoning 100 taliga kiradigan universitet. Universitetdagi 15 nafar, misol uchun 15 nafar professorlar Nobel mukofotiga sazovorlardan bo'lgan. Nobel mukofotiga nomzodlardan bo'lgan aniqroq. Universitetda o'qish juda ham qiziqarli. Har xil tadbirlar o'tkaziladi, har xil joylarda sizni olib borib, har xil imkoniyatlar beradi. Universitetda imkoniyatlar nihoyatda ko'p. Siz universitetda o'qish davomida grantlar yutishingiz, grantlarga ariza topshirib, grantlar yutishingiz kerak bo'lsa, borib boshqa mamlakatlarda semestrlarni o'qib, tekinga o'qib kelish imkoniyatlari bor. Ya'ni sizda imkoniyat juda ham ko'p. Talaba almashinuviga o'xshagan Albatta, shunga o'xshagan dasturlar bor. Endi buning uchun sizdan asosan til darajasi talab qilinadi u yerda ham yoki o'zingizning mutaxassisligingiz bo'yicha kuchli bilim. Tushunarli javob. Kredit sistemasi deganingizga men o'zim o'zbek universitetida o'qiganim uchun bilaman. Bizda davomat masalasi va forma masalasiga juda qattiq qarashadi. Aytaylik, 3-4 marta dars qoldirsangiz, o'qishdan qoldirilishingiz yoki fanni qaytadan o'qishingiz, formada bormasangiz universitetga kira olmasligingiz mumkin. U yerda qanaqa sistema? U yerda jicha boshqacharoq. U yerda unaqa forma yoki boshqa narsalar talab qilinmaydi. Siz xohlagan formangizni universitetga borishingiz mumkin, lekin kredit tizimi ham O'zbekistonnikka o'xshagan emas. Bizda Hemis tizimi Germaniyanikka o'xshagan deydi-yu, lekin aslini olganda u Germaniya Avstriyalarda biroz farq qiladi. Avstriyada odatda universitetdagi o'qish 1 yoki 2 kun davom etadi. Fanlaringizni o'zingiz tanlaysiz, mustaqil ravishda qaysi fanni o'qish, o'zingiz sohangizga tegishli fanlarni o'zingiz tanlaysiz. 1-2 kun davomida haftada borasiz, o'qiysiz. Davomat degan narsaga uncha qaralmaydi u yoqda. Ularda nima muhim? Semestr yakunida ana o'sha imtihonni topshira olishingiz. Agar imtihondan o'tib ketsangiz, boshqa fanlarni tanlab ketaverasiz. Agar imtihondan o'ta olmaydigan bo'lsangiz, ana o'sha fandan boshqatdan imtihon topshirishingizga to'g'ri keladi. Avstriyada yana bitta imkoniyat bor. Siz bir vaqtning o'zida bitta universitetda 10 xil sohada o'qishingiz ham mumkin.
Misol IT, bu yoqdan biznes, bu yoqdan buxgalteriya sohasi, bir vaqtning o'zida nechta sohada o'qisangiz o'qiyverasiz. Cheklov yo'q. Ya'ni bu degani bir vaqtning o'zida siz 2-3 ta soha bo'yicha diplom olib chiqaverasiz. Ya'ni sen Vena universitetiga kirding, huquq sohasiga kirding, huquqni tugatasan degan narsa yo'q. Agar vaqtingiz bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, 2-3 ta sohada ham o'qishingiz mumkin va buning uchun bitta kontrakt to'lanadi. Kontrakt deganda juda qimmat emas, adashmasam semestr. Yo'q. Aslida Avstriyada tekin o'qish. Normal holatda tekin deyiladi-yu, lekin baribir o'zingiz bilasiz, hech qanaqa davlatda mutlaq tekin bo'lmaydi. Hattoki Germaniyada o'qish tekin ekan desangiz ham baribir to'lovi bor. Germaniyada 300-400 yevro atrofida bo'lsa, Avstriyada 750 yevro to'lashingiz kerak bo'ladi semestrga. 250 mi? 750. 750. Bir semestr uchun, Bir ya'ni semestr 6 oy uchun. Albatta. Bir semestr uchun 750 yevro to'laysiz. Endi buni ular kontrakt deb hisoblamaydi. Bu narsani nomi boshqa ular uchun bu kontrakt hisoblanmaydi. Universitetga qilinishi kerak bo'lgan to'lovlar bu. Qanaqadir qo'shimcha to'lov Shunaqa narsalar. Shunaqa. Lekin $750 biz O'zbekistonda ham pastda kontraktlar shunaqa. Lekin u yerda to'laydigan summa katta bo'lgani uchun bemalol to'lasa bo'ladi odam. Shunaqa. Agar o'sha 20 soat ishlasangiz ham bemalol o'sha kontraktlaringizni o'zingiz qoplab ketaverasiz. $700. Oyiga taxminan $120 to'ladi. Shunaqa. Aslida buguncha ko'p summa ham hisoblanmaydi. Tushunarli, zo'r. Demak, men universitetda o'qishim, agar o'z vaqtida o'qisam, unaqa imtihonlarda o'tish juda qiyin narsa emas, ya'ni undan qo'rqish kerak emas, to'g'rimi? Yo'q, universitetlarda aslida o'qish u darajada qiyin emas. Endi ma'ruzalar bo'ladi, darslar bo'ladi. Ana shu darslarda o'tiladigan narsalar. Xuddi O'zbekistondagiga o'xshagan aslida bu ham. Muhim yaxshi tayyorlanishingiz kerak. Berilgan topshiriqlarni vaqt-vaqtida bajarsangiz, oxirida imtihon topshirib o'tib ketaverasiz. Zo'r. Avstriyada ham misol uchun guruhdoshlar ishlab, qanaqadir loyihalar, startaplar yoki shunga o'xshagan narsalar qilsa ham bo'ladi, proyektlar bilan ishlab. Albatta, u yerda ham juda ko'p proyektlar bo'ladi. Qandaydir ilmiy ishlar qilib chiqishingiz mumkin, qandaydir yangiliklar qilishingiz mumkin. Buning uchun sizga juda ham ko'p imkoniyatlar qilib beriladi. Universitet tomonidan menga poddeshka shunga o'xshagan narsalar bo'ladi albatta. Universitetda har xil to'garaklar ham mavjud bo'ladi. Misol uchun sport to'garaklari, boshqa to'garaklar, bularning barchasi tekin hisoblanadi. Har xil to'garaklar, futbolga borsangiz bo'ladi, sport qiziqadiganlar, biz o'zbekistonliklar uchun sport o'ta qiziqarli tema. Tushunarli. Universitetda suzish, boshqa har qanaqa narsalarga imkoniyat qilib beradi. Har xil klubga o'xshagan narsa ekan. Shunaqa. Futbol klubi, tennis klubi. Zo'r. Demak, o'qish menga yoqdi. Shu holatda o'qishni bemalol o'qib bitirsam bo'ladi. Juda qiyin narsa emas bu. Shunaqa. Endi o'qish muddati ham unaqa 4 yil degan narsa yo'q. Sizda bakalavrlar uchun 180 kredit soat ajratilgan, magistraturada 120 kredit soat. Qachon siz 180 kredit soatni yakunlasangiz, ana o'shanda diplomingizni olasiz. Misol uchun siz bemalolroqsiz, ishingiz u darajada ko'p emas. Bu holatda siz ko'proq kredit topshirib, universitetni 3 yil ichida bitirib chiqib ketishingiz ham mumkin. Lekin sizning ishingiz bor, boshqa muammolaringiz bo'lsa, siz kamroq fanlar olib, universitetni 5-6 yilda bitirishingiz ham mumkin. U yerda cheklov yo'q. Mana shu paytda topshirasan, mana shu paytda tugatasan degan cheklovlar yo'q. Ya'ni ancha erkin. Hamma o'zini vaziyatdan kelib chiqqan holatda o'qiydi. Tushunarli, zo'r. Demak, qancha muddatda bitirishim, ko'proq bu menga bog'liq bo'lgan narsa. Albatta, o'zingizga bog'liq. Zo'r. Xo'p, demak, o'qish bo'yicha ham kerakli ma'lumotlarni bilib oldik. Ana endi 3-qism bitirgandan keyin qanday imkoniyatga ega bo'laman. Meni hayolimdan bitta narsa o'tdi. Baribir summaga qiziqadi bizga ko'pchilik, chunki yashash tarzi shunga o'xshagan omillar sabab bo'lib, O'zbekistonliklar ko'proq pul ishlashga qiziqadi. Albatta. Endi qarang, haftada 20 soatlik ish, balki qo'shimcha ishlasham mumkindir. Yozda ishlasam bo'lar ekan, 4 oylik kanikullar. Ko'proq pul topsa bo'lar ekan. Misol uchun borib turib, o'qishni tashlab yuborsam, ishlab yursam. Yaxshi emasmi menga qanaqadir? Shunaqa. Mana shu narsani sizga tushuntirib beraman. Ular aslini olganda bekordan bekorga 20 soat qo'yib qo'ymagan. Chunki mana shu 20 soat orqali siz ham o'zingizni qoplaysiz, ham muammolaringizni hal qilasiz, ham o'qishingizga yaxshi e'tibor berasiz. Lekin degan joyi bor. Bu qonundan 20 soat degani aslini olganda hamma ham 20 soat ishlaydi degani emas.
Avstriyada qo'shtirnoq ichidagi Überstunde degan narsa bor, ya'ni o'zingizga belgilangan soatdan ko'proq ishlash. Ko'pchilik nima qilyapti? Aytaylik, bitta restoranga ishga kiradi, 20 soatga ishga kirib olishyapti-da. Lekin restoran bilan gaplashib olishadi. Restoran menejeri bilan, iltimos, menga ko'proq ish qo'yib bering, men ko'proq ishlab olay deydi. Ular o'sha holatda 30 soat ish qo'yib beradi-da, 20 soatligini kartasiga tushirib beradi. 10 soatligini alohida qilib naqd berib beradi. Bu orqali aslında olganda restoranlar ham foyda ko'radi. Sababi ortiqcha soliq to'lash kerakmas. Ko'p talabalar shunaqa qiladi. Ba'zi bir talabalarda ancha vaqti ko'p bo'lganligini ham hisobiga ko'proq ishlashyapti. Mana o'zimda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Restoranda ishlardim, ofitsiant bo'lib ishlaganman. 20 soat ishga yozdirganman-da, lekin ba'zida undan ko'proq ishlardim. Endi ehtiyojimga qarab, agar pul kerak bo'lsa, ko'proq ishga chiqib, shu holatda ishlab yurganman. Lekin men bu narsani yaxshi narsa deb hisoblamayman. Sababi siz agar ko'p ishlab yuborsangiz, o'sha o'qishga nisbatan qiziqishingiz so'nadi. Chunki odam aytadi, "Ha, men bugun ko'proq ishlay, kechqurun uxlamasdan bo'lsa ham dars qilaman" deydi-yu, lekin aniq bilaman, kechqurun kelganda o'sha charchoq bosadi, siz har xil bosim, muammolar bosganligini hisobiga ham siz aniq uxlaysiz. Yo'q bo'lmasam boshqa rejalar chiqib qoladi. Do'stlaringiz yur u yoqqa, yur bu yoqqa deb aylanishlarga taklif qilib qolishi mumkin. Mana shu holatda sizni o'qishingiz qolib ketaveradi. Bu narsa sizga minus keltiraveradi. U 30-40 soat ishlayapsiz, ko'proq daromad qilyapsiz, oyiga 400-500 euro ko'proq pul topyapsiz, lekin siz bu yoqda butun hayotingizda bo'ladigan narsa, butun kelajagingizni rasvosini chiqarayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ertaga viza cho'zdirishingizda muammo bo'lib qolishi mumkin agar imtihonlardan o'ta olmasangiz. Mana shu narsalarning hisobiga 20 soat ishlashni tavsiya beraman. 20 soatdan ko'pi sizga vaqtinchalik foyda keltiradi xolos. Sababi 20 soatdan ko'p ishlagan insonni men u yerda ko'rmaganman, xotirjam o'tirib dars qilgan. Ishlaganlar bor, ko'pchilik ishlaydi, lekin mana shu yerda yutqazadi. Misol, Yevropaliklar ham ishlaydi. Faqat o'zbekistonliklar emas, Yevropaliklar ham ishlaydi. Lekin ular har doim 20 soatni 20 soatiga qo'yib ishlaydi. Undan ko'paytirib yubormaydi. Sababi o'qishim qolib ketadi degan fikrda ular. Demak, xo'p, o'qishni bitirgandan keyin o'zimni sohamda ishlasam qanaqa daromad ko'rishim mumkin? Endi Avstriyaga ketdingiz, birinchi, ikkinchi yil davomida albatta sizdan shunaqa restoran, boshqa joylarda ishlaysiz, magazin. Lekin o'sha o'qishni bitirishga yaqin siz amaliyotga chiqishni boshlaysiz. U yoqda amaliyotga chiqsangiz ham sizga qanchadir miqdorda amaliyot qilayotgan joyingiz pul beradi. Avstriyada juda ko'pchilik o'zini amaliyotga chiqayotgan joyida ishdan keyin qolib ketishga harakat qiladi. Ishdan keyin qolib ketadi. Menda misol bitta tanishim bor edi, Yevropalik, Albaniyadan. U universitet davomida amaliyotga IT sohasida o'qigan, amaliyot qilgan. Amaliyot payti u darajada ko'p pul topmasdi. Amaliyot payti aslida olganda 400-500 euro pul topardi xolos. Boshqalarga qaraganda ancha kam pul topyapti. Lekin universitetni bitirdi. Universitetni bitirgandan keyin o'zi amaliyot qilayotgan joyda ishchi bo'lib qolib ketdi. Hozirgi kunda misol ana o'sha 4000 dan ko'proq daromad ko'ryapti. Avstriyada universitetni bitirganlar minimum 3500 pul topadi. Yoki undan ko'proq. Avstriyada universitetni bitirganlar o'rtacha 3 oy ichida muqim bitta ishga ega bo'lib oladi. 3500 bu zo'r. 3500 O'zbekiston sharoitida menimcha bitta sohada 10-15 yil tajriba bo'lsagina topsa bo'lsa kerak bo'lsa mana. U Avstriyada bitta narsani biling, pul qadri juda ham baland. 3500 pul O'zbekiston sharoitida zo'r deyapsiz, 3500 pul Avstriya sharoitida ham juda zo'r. Agar sizda 3500 pulingiz bo'lsa, siz umuman pul bo'yicha muammoingiz bo'lmaydi. Nima qilish xohlasangiz, ana o'sha pul sizga yetib ortadi. Lekin bu 3500 boshlang'ich. Bu narsa ko'tarilib ketaveradi. 5000, 6000, 7000 bo'lib ketishi mumkin. Endi aytmayman 10000, 15000 bu narsalar qiyin. 100 ta insondan bittasida bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin biling, 3,5-5000 oralig'ida pul topasiz universitetda bitirgan bo'lsangiz. Zo'r, qiziq. Hozir o'zim O'zbekistonda universitetda o'qiyman. Men hozir hisoblab ko'rdim.
O'zbekistonda kontrakt to'laysiz, o'rtacha 12 million atrofida. Menimcha undan kamiga topish qiyin universitetlarda. 4 yilda O'zbekistonda ishlashga imkoniyat yo'q. Chunki bizda part-time, ya'ni kunning qaysidir qismida ishlashga ishxonada ruxsat juda ham kam. 4 yil kontrakt to'laysiz, taxminan 50 million. Undan keyin rasxodlaringizga 1 million ketdi deganingizda ham bu 1 million asli yetmaydi, lekin yana 50 million, общий 4 yilda 100 million, 120 million minusda yurasiz. Undan keyin 3 milliondan taxminan ishga kiraman. O'rtacha holatda shunaqa. Endi 3 milliondan ko'p topadiganlar ham bor. Misol uchun, freelance bo'lib, man tayyorlagan yoshlar ko'p ham topadi, lekin ko'p holatda 3 million. O'zbekistonda ham zo'r bu. aslini olganda O'zbekistonda o'qisa ham ancha-muncha narsaga erishsa bo'ladi, chunki men o'ylayman, birinchi o'rinda insonning o'ziga bog'liq. Birinchi o'rinda qayerda o'qishingiz emas, birinchi o'rinda insonning o'ziga bog'liq. Lekin chet elda o'qishni nima uchun men ko'proq tavsiya beraman? Sababi siz ko'proq tajribaga ega bo'lasiz. U yerda har xil insonlarni ko'rasiz, har xil insonlarni ko'rib, har xil sharoitlarni o'zingiz mustaqil bosib o'tishingiz kerak bo'ladi. Lekin endi oyliklar masalasida albatta Yevropada nisbatan oyliklar yuqori bo'lganligini ham hisobiga talaba o'qish davomida ham ancha-muncha pul yig'ib qo'yishi mumkin. O'qishdan keyin ham ishga kirsa albatta nisbatan yuqori oylik oladi. 3 million oylik deganimga xafa bo'lishmasin, negativ bildirish shart emas. Sababi men ko'pchilikni hisobga olib gapiryapman. Agarda siz universitetda talaba bo'lsangiz, kursdoshlaringizga qarang. Necha foizi universitet davrida ishlaydi va necha foizi bitirgandan keyin aytaylik 30 kishi o'qisa, bitta gruppada 30 kishidan necha kishi yaxshigina pul topadi. Men ham bilaman, universitetda ko'pchilikni taniyman, talaba bo'lib turib $1000 dan ko'p topadiganlar bor, lekin ular sanoqli. Universitet bo'yicha sanoqli. Shuning uchun, lekin ko'pchilik holatda men aytgan kes bo'ladi O'zbekistonda. Xuddi shunaqa. Demak, umumiy olganda Avstriyani bizga beradigan narsasi juda ko'p ekan. Sababi top 100 talik universitetda diplom degani menimcha dunyoni deyarli hamma korxonasi bo'lsa kerak. Vena universitetini oladigan bo'lsak, o'zi Vena universiteti dunyodagi eng qadimiy nemis universiteti hisoblanadi. Ochilganiga 800 yildan ko'proq bo'ldi. Bu universitet Avstriyada birinchi, Yevropada 7-chi, dunyo bo'yicha 95-o'rinda turadi. Dunyodagi eng katta universitet asli Vena universiteti hisoblanadi. Hozirda Vena universitetida 120 mingdan ko'proq talaba bor, boshqa bironta universitetda bundan ko'p talaba yo'q dunyoda. Universitetda hozirgi kunda 180 dan ko'proq bakalavr yo'nalishlari mavjud. Bu degani siz A2 sertifikatini o'zi bilan 180 tadan ko'proq sohada o'qishingiz mumkin, qaysi birini tanlasangiz. O'qiysiz, diplomingiz albatta o'taveradi. O'zbekistonda ham, boshqa joyda ham, Amerikaga borsangiz ham diplomingiz o'taveradi. Tushunarli, zo'r. Xo'p. Juda ham zo'r. Gaplashganimizda Akmalxon ustoz, siz aytdingiz, men o'zi juda ham qiziqdim. Men o'qigan paytlarim, aytaylik, universitetda nechadir 1000 kishi o'qigan bo'lsa, taxminan 15-20 ta universitet bo'yicha O'zbekistonda bo'lgan xolos deymiz. Xo'p, endi bizdagi yoshlar juda ham ko'pchilik bu narsa haqida bilmaydi. Shaxsan o'zim ham bilmaganman. Mana hozir sizdan eshitib bilyapman Avstriyadagi sharoitni. Chet elda o'qish bo'yicha izlanganman, lekin Avstriyani o'ylab ko'rmagan ekanman. Aytaylik, shu narsaga qiziqqan odamlar bo'lsa, ularni siz o'zingiz tayyorlab jo'nata olasizmi Avstriyaga? Albatta, hozirgacha men 15 nafar yoki undan ko'proq insonni Avstriyaga yubordim. Ularning ko'pchiligida o'sha aytganimdek A2 sertifikati bor edi. To'g'ri, ba'zi birlarida A2 dan yuqori sertifikatlar ham bo'lgan, magistraturaga yuborganlarimda asosan. Lekin Avstriyaga yuborishni to'liq holatda yordam bera olaman. Do'stlar, bizning o'quv markazimiz Namangan shahrida joylashgan, Vena akademiyasi hisoblanadi. Biz bu yerda to'liq holatda faqat nemis tilini o'rgatamiz. Agar siz ham Avstriyada o'qishga qiziqqan bo'lsangiz, 10-11-sinf yoki maktabni bitirgan bo'lsangiz ham, nemis tilidan hech bo'lmaganda A2 sertifikatini olsangiz yoki bizga kelib o'qishni boshlasangiz, biz 4 oy yoki 5 oy ichida sizga yordam berib A2 sertifikatini olishingizga yordam beramiz va undan so'ng sizni Avstriyaga o'qishga ketishingiz uchun to'liq holatda yordam beramiz. Hozirda rejalashtirganimiz 100 kishini saralab olib, ana shu 100 kishini keyingi yil sentyabr oyigacha Avstriyaga to'liq holatda hujjatlarni tayyorlab yuborishni rejalashtirganmiz. Siz ham ana shular qatorida bo'lib qolishingizni talab qilamiz.
Agar siz ham qiziqqan bo'lsangiz, bizga mana shu telefon raqami yoki Telegram link orqali aloqaga chiqishingiz mumkin va biz sizga bundan-da to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, demak do'stlar, bu video oxirgi video emas. Avstriya haqida sizda yana qanaqa savollar tug'ildi yoki yana qanaqa ma'lumotlarni bilishni xohlaysiz? Albatta, video izohida yozib qoldiring. Biz bu savollarni barchasini jamlab, yana bitta video qilishga xudo xolasa harakat qilamiz va keyingi videolarda Avstriyada o'qiyotgan studentlarimizdan ham sizlar bergan savollar orqali kichik intervyular olishimiz mumkin albatta. Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar va video uchun mehnat uchun albatta like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bizga obuna bo'linglar, chunki endilikda har hafta YouTube'da eng kerakli mavzular haqida biz video joylab boramiz. Barchaga rahmat.